o'qigan dehqonman. Siz ham o'qilagansiz a? O'qlamaganman. Men meva qilib bog'da tayyorlamaganman. Giloslarchidan toshman o'zim ushlaganman. Tosh chiqqan. Kilodan yutaman deb qilganlar. Vijdonsiz xiyonat ishlarni biz xalqimiz qilyapti. Nimaga bizada shunaqa? Alloh ko'rib turibdi-yu, bandasidan nima yashiramiz? Bitta yoshlar yana bir o'qilangan qulbunachiga chirib yotibdi aytdi. Siz bu ishga kirishdan oldin ham o'zingiz oddiy xaridor sifatida aldanganmisiz? Ularga pul kerak. Ko'l yashilni suvga qo'yadi-da, o'sha xom mahsulotni biz ham qilganmiz o'sha xatolarni. Tavba qilganmiz. Tavba qilishingizga nimadir sabab bo'ldimi? Odam o'zidan o'zi nimagadir o'zgarmaydi-da. Shanasimi oxiri videolarimiz ko'rganmiz, turpoqni oldim. Turpoqqa to'yasanmi degan video qildim. Bu to'g'liga sho'xlik bo'lyapti. Orqani ham bir qarab qo'yish kerak. Tarixni naq qilib kallani burib turib, Buni bilmagansiz. uxlagani. Yo, bilganman. Men nimaga tan olmayman? Men insonman-ku. Lekin baraka yo'q. Nimaga? Xoram g'arich ish bor-da. Ana aytadi-yu, yutdim deb o'ylaydi, lekin yutqizgan bo'ladi u. Meni yomon ko'rgan bilan men Xudo uchun haqiqatni gapiryapman. Qushlarning haqqi degan gaplarni men eshitganman-da yoshligimda. Hozir qushga ham qoldirmayapti bu narsa. Rozimildek bo'ladi. Qarang, turishini sotilgan boqqa tushamda uchib keladi-da. Tailandda musulmonlar kam, o'zingiz yaxshi bilasiz. Musulmonlar masjidi bor ekan, lekin kam-da. Ular shu joyi alam qiladi. Shu joyi menga o'tib ketadi. Shu joyi. Qarab turing. Endi bizni yurtda gapingiz bo'ldimi, uzr? Mayli vatan chetga surib qo'yaylik, o'zi aldab sotayotganini qanaqa qilib vijdoni qabul qilyapti? Men shuni tushuna olmayapman. Yo'q, u vijdon tersa ularga gapirmang, iltimos.